Oyunlukta kılmaydılar. Hani bahçelerge bir kiyintiraylı kan bahçe çiğnelerdi videoga olasan. Sonra içine Aç kimçeler var kurtkalardı. idi. İçine kimçeler, kızıl kimçeler var idi. İçine. Kiydirolmayımızdan. Hani pampers tokadı mı şu ha? Ha, pampers koyarken ha. Bu ne Ek çıkıyor? koyarken Bu koyarken. ne çık? Bunlar uçuyor, bunlar 4-5. Üçlük 4-5'ini koyarsın. Ek koyarken 5 koysa böyle olur. Bu bir de bak olsun. Şuna kicilere geçiyorsun ha. Ya bir Ana kavga ustan bahçe. girdim sıkıdım ana. Ana. Oo ana morabısın. Ana. Ana morabısın. Ana kurt kaçar ayı. Buladen nasipse maktab olsa ha. Ara. Neyse boyarken. Ya. Banga kikirim deydi. Giydirim dedi mi? Giydirim. Bu ekstra yıllar oturdu giydirme. Hani şapkaçemiz hani biz adam Ana özü de bana. Hayır. giydirim. Masa kızımca. Hani? Vah. Şapkaçalarını Ama karamele. içine öyle kız belli ana. Aynen bilmeyen bu kostüm. Hani? Ana. Uçağı bir kere kaldı ha. Babası bularda soğuk Ya kız yumul kolunu yangımlası. Kız noçu mu ne? Ana. Ana. Sizden kişisin. Ya kikirim Aynen. geçip özüne baksan bulasın. İyi olsun. Ana. Şirin yine ha. Daha nima deyish kerak Anora? Ne deyiş? Anlara rahmet de. Ha? Ya öyle bacham ya. Rahmat. Aga bize vakf fondu hayra cemaatidan hani böyle homiylerimiz taraftan yığılan Kerasayım efsanlarımız rahatsız bu. kılayım dedi. Rasım. Yani kimdir ozuq ovqatdan, Hep kimdir kolayıp kiyim bana geçer, çağırıyorlar, kimdir evet. şapka, her kim top Yine, kendini yine, beripti. Baraka topsu iloyim aşağı homiylerimiz köpeyebilse bize mana shu qo'limizdan kelgancha sizlarga o'xshaganlarga nimalarga mana shu yordam berishga doim bize bel bog'lagan xizmat qilishga mana shu hozir gapdagi shu bugun mana qish mavsumiga xayriya ehsonimiz bor edi. Shu munosabat bilan o'zi mana aynalayurimiz va baraka topsinlar. Xotin qizlar ishlayotganlar baraka top. Haqiqiy egalarga olib kelyaptilar. Shuna egalarga biza berib turib biza xursand. Shuni kam bo'lsa ham ko'p qator ko'rasizlar. Duo qilasizlar. Shu mana shu saxovat besh insonlar Hammamizni gapingizni bo'ldim, Xudo o'ldirsin. ana shundan. Ha, mayli, endi kelibsizlar. Mana sinfdoshim bo'ladi, bu xotinimizlar raisi, bu turmush o'rtog'im, mana farzandlarim. Mehmon ekansizlar, Urgutdan ekansizlar. Bu ham sinfdoshim. Ikkovi ham. Begonasi yo'q qishloqda aka. Endi misol uchun erkak odamni misol uchun qo'ylovchi bo'ladi. Shundan. Ha, ayol kishi ro'zg'or bo'lib bo'ladi aka. Endi hamma endi o'z erkagi ham ayoli ham insofini Baraka toping. yaxshi niyatda kelgan bo'lsanglar, biza ham Xudo o'lsa nasib qilsa, agar taqdir qilsa sizlardagi bo'lsak, biza ham Xudo o'lsa shunaqa xonadonlar bo'lib qolsa, Iloyim. biza ham qarab turmaymiz aka. Iloyim Ha, shundan. shuning uchun kiribsizlar bitta omin qiling, yoshingiz Yani katta sizdan ekan, da birinchi aka. yo Yo, aka. Mehmondan. Bismillahirrahmanirrahim. İlohim, ya Rabbi, Parvardigorim. Allohim o'zingdan o'tinib so'raymiz. Parvardigor, o'zingning roziliging, rizqoligingni olish uchun Allohim mana shu yo'lingga yurimiz, xolisona. Allohim mana shu qilgan ehsonchilarimizni, katta kichik kim nima niyat maqsad bilan qilgan ehsonlarni Allohim o'zing dargohiga husni qabul ayla. Allohim birlarga ming begin, martabalari bundanda ziyoda qilgin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa Allohim yaxshi niyatlarga o'zing yetkazgaysan. Allohim safimizga mana shu saxovat besh insonlarni qo'shib ko'paytirib bergin Parvardigorim. Ya Rabbi, Parvardigor, mana shu kishi akamizga o'xshaganlar, mana shu barcha xonadonlarni mana shu bugun ko'rib kelamiz. Qiyinchilik bilan yurganlar Alloh. Ularning barchalarini Allohim Parvardigor mushkullarini oson qilgin. G'oyibingdan bizdan Parvardigor mushkullarini oson qilgin. Bemor yotgan xonadonlarda, shifoxonalarda, musofir yurtlarda bemor bandalarimiz Allohim barchasiga dardlarga o'zing shifo bergan atalik etsin Parvardigor. Allohim shkamtoron qilgan xizmatlarimizni Alloh o'zing rozi bo'lgin. Jannatingda Allohim Parvardigor olim. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan shafoatlash Alloh nasib etgin Parvardigor. Ya Rabbi, mana shu saxovat besh insonlarimizni Allohim ishonib turib bizga mana shu qilgan ehsonlarni Allohim molini, jonini, oilasini har qanday baloyi qazo Allohim o'zing panohingga saqlasin Parvardigor. Sizlarga ham katta rahmat. Baraka topinglar. Birlaringga ming bersin. Mana shu ona qizimizni ham Allohim dardiga shifo bersin. Rahmatiga ya Rahmanir Allohu akbar. Alloh daryo qabul qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin hammalarga.